hurmatli va aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz bir guruh ijodkorlar Qibray tumanidagi axborot kutubxona markaziga tashrif buyurdik. Umuman olganda meni o'zim Qibraylik bo'lganim uchun bu aynan bu kutubxonaga avval ham tashrif buyurganman, lekin mana hozir bularni manzili o'zgargan, umuman anchagina kitoblarning soni ko'paygan. Endi imkon darajasida shunday bir jamoa harakat qilyaptiki, men xursand bo'ldim. Chunki bu yerda hammasi bo'lim bo'lib bizni adiblarimiz, jadidchilarimiz, publitsistika bo'yicha, umuman agrotexnika bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa yo'nalishlar bo'ladimi, aniq fanlar haqidagi hattoki axborotlar beradigan kitoblarni ham aniq bir majmualari borligi meni xursand qildi. Davlatimiz rahbari oxirgi yillarda kitobxonlikka shu darajada e'tibor beryaptilarki, hattoki kitobni qancha ko'p o'qigan, ya'ni kitobxonlik darajasiga qarab mashinalar sovg'a qilindi. Bu qaysi yurtda bor? Demak, bugungi kunga kelib har doimgidan ham bu dolzarb masala bo'lib qolyapti. Nimaga? Chunki zamon shiddat bilan o'zgarayotgan ekan, har qanday radikalizm yoki bo'lmasam talato'plar, bu asosan bu ma'naviy, mafkuraviy kurashlar jarayoni kuchayib ketdi. Demak, biz yoshlarga nima qilishimiz kerak? Biz uchun eng muhim bo'lgan narsa demak mafkuraviy immunitetni oshirish ekanmi? Demak, biz albatta kitob o'qishimiz kerak. Imom al-Buxoriyning shunday so'zlari bor. Ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan. Qarang, har bir narsani yechimi demak bu bilimlilik darajasi ekan. Demak, biz yoshlarni kitobxonlikka o'rgatishimiz kerak. Bu albatta biz ko'pincha buni maktab partalarida, maktab o'qituvchilar nigohi orqali bu narsani amalga oshirilish kerak degan fikrga, noto'g'ri fikrlarga kelib qolamiz. Aslida bu narsani o'sha oila davrasidan boshlash kerak. Meni o'zim shaxsan meni dadam rahmatlik o'qituvchi bo'lganlari uchun ayniqsa til adabiyot yo'nalishida dars berardilar. Bizning uyimizda ham To'lqin Nasimov shaxsiy kutubxonasi deb hattoki pechati bor edi, muhr bo'lgan kitoblar olami bor edi. Biz ana o'sha yerda yo'qolib qolardik. Qo'pol qilib aytganda, demakki o'zimizni asosiy bir maskanimiz bo'lardi. Hozirgi kunda kutubxonalar shu darajada ko'pki, hattoki uyda agar bo'lmagan, kutubxonasi bo'lmaganlar ham bemalol mana shunday bir maskanlarga kelishi mumkin. Hattoki bir paytlar insonlar juda ham bizni xalqimiz vakillari bilimga tashna edi. Meni bobom rahmatli, Nasim buvam o'sha Sebzorda tug'ilib o'sgan bo'lishlariga qaramay, o'sha Qibray tumaniga kelib, u paytda endi Arjanikiziya rayoni edi, shunga kelib bu yerda maktab ochganlar. Va biz bilamiz, ana o'sha sinflarda hattoki yoshini tafovuti 10-15 yoshgacha bo'lgan kishilar, ya'ni ishchilar maktabi deyilgan o'sha paytda ana ular o'sha ishdan keyin kelib tahsil olishgan. Nimaga bugun bizda shunday sharoitlar bor paytda ba'zilarimiz ana shunday bir imkoniyatdan foydalanmaymiz? Chunki bugungi kunda bilimlilik darajasiga qarab ularni kelajakdagi hayoti belgilanyapti. Mana hozir hech kimga sir emas, o'sha aniq fanlar bo'yicha o'sha kimyo bo'ladimi, matematika bo'ladimi, hattoki Singapurlarda bir necha yildan beri o'sha birinchilikni qo'ldan bermayotgan yoshlarimiz bor. Nimaga bizda o'sha Abu Ali ibn Sino, Beruniylar, Ulug'beklar chiqqan? Mana oxirgi yillarda to'g'ri biz qariyb bir 100 yildan oshiq bir istibdod ostida bizni o'sha ma'naviyatimizni sindirish uchun harakat qilingan bir davrda yashadik, lekin mana hozir mustaqil biz hamma narsamiz bor. Demak, biz faqat ana shunday kutubxonalardan joy olishimiz kerak, ayniqsa yoshlarimiz.
chunki bu albatta bizni kelajagimizni belgilaydi. Yuqorida aytganimdek ko'zlarim quvondi. Bu yerda shunday bir mana shunaqangi bir burchaklar tashkil qilinganki, nafaqat kitobni olib kitobni o'qish emas, hatto ko'z quvnaydigan bizani milliy kiyimlarimiz burchagi yoki bo'lmasa mana oxirgi paytda qilinayotgan qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi yutuqlarimiz va hokazo bularni hammasi bilasizmi, ma'lum bir mutolaa qilgan vaqtdan keyin ozgina bir o'zgacha bir shukuh bag'ishlaydigan holatlar bor. Gullar deysizmi, bularni hammasi uchun albatta ana shu jamoani rahbariyatiga men o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman va albatta shu narsani xohlardimki, Qibray tumani hokimligi tomonidan bularni qilayotgan ishlarini inobatga olgan holda balki yanada buni imkoniyat darajasini, ya'ni bunday bir xonalarni ko'paytirish masalasini o'ylab ko'rish kerakmi? Chunki bu yerda men hozir ko'rgan kitoblarim ko'p burchaklarda to'plam bo'lib qolgan. Chunki nimaga bunday tursa, ozgina imkoniyatimiz chegaralangan deydi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, hozirgi kunda davlat rahbari aynan kitobxonlikka juda ham katta e'tibor berayotgan paytda bizni tumanimiz ham hech qachon orqada qolmasligini xohlayman. Sog' bo'linglar.